Uchxonaga Yunusobod 6-kvartal kelganman. Srochin narxida bir xona 4-qavat chiqqan. Remontlar ham kosmetический, bir remont qilib yuboradigan joy. Xullas joylashgan joyi shunda Amerika posolstasidan kelganinglarda, mana Amerika posolstasidan kelganinglarda mana bu dom, orqasida уже katta ko'cha. Buyog'i magazin, ana 51 oxiriga ham hamma yoqqa chiqsa bo'ladi. Maktab, bog'cha yonida. Bu yoqdan chiqsa, уже avtobuslarning oxiri. Xosligini ichidan ko'rsataman. Podyezdlarni ham ko'rasizlar, yaqinda asvejitib qo'yishdi. Mana usta hali salafanlari ham olinmagan. Mana endi bu yerda asligina remont talabda, kosmetika remont talab bor. Mana kirganda hammom tualetlar alohida, kir mashinalar qo'g'atda, ozgina svet lipilyapti, ahamiyat bermaymiz. Buni ham almashtirib olish kerak. Mana bu yog'imiz mana hojatxona, kafellar yaxshi holatda turibdi. Prixoshga joy, mana patologlar ham qilingan. Mana bu yog'imiz mana zal. Zalni ko'ryapsizlar. Aytaman, bu yerda asvejit qilib olish kerak, oqlab, ko'klab. 38 kvadrat, bir xona, ikki xona qilingan mana. Oshxonani ham spaniya qilib olishgan. Endi bir xona odamlar sig'ishmayapti, xudo xolis sotib ikki xona qilishmoqchi. Balkon 1,5 ga 6, xolodilnik quvvati, stroynilar quvvati, rom almashgan. Mana mashhuriy narsalar ham xullas quvvat. Tepada konditsioner ham bor ekan. Xullas 6-kvartal, bir xona, to'g'ri, tomlardan suv o'tmagan, naqdga ham, ipotekaga ham 46 mingga so'rashyapti. Joyi yaxshi joy, tushuntirganimdek, harakat qilaylik, pastki nomerga aloqa chiqinglar, tamom.